Assalomu alaykum akiki katta ishqo'llari, xonadonlar, uydagilar, balla hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukr olsun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga do'ru salom olsun. Bizni yaqin birodar azizlar hammalariga salom. Mana Rahim aka Toshkentga chiqib ketyapti. Rahim aka bitta tekshirib olasiz. Hammasi yechib 24 ta sizga. Mana ba'zan Sherzod akamga chiqib ketyapti Toshkentdan. Bag'am xudo xolasa qabul qilib oladi kaptanlarni inshaalloh. Qo'limizdan kelsa Sherzod aka kaptanlarni ham chiqaraveraman Toshkentga. Rahim aka mana Bakiyevskiylar aytganimdek 4 ta zo'r juvona beryapman. Bularni uchirib maza qiling. Men o'zim qo'ynimdan chiqarib berdim. Bir og'iz gapingizga shunday kaptanlarda agar men o'zim Toshkentda bo'lganimda edi, shaloningizni bir hafta 10 kunda vobshin joyiga keltirib qo'yadim. Iloji boricha Rahim aka qaysi birinchi o'tiryapti, qaysinisi yaxshi tushmay o'shani aytsangiz, Makkalarni jup qilib beravering. Endi bog'iga Makkaga beravering. Makka juvariga bersangiz, Makka juvari bersangiz, iliklarni to'ldirib razi yuradi kaptanlar. Raza poygar bo'ladi. Mana endi o'yinchi kaptanlarning sezoni keldi. Mana endi o'yinchilar alamazonlar endi chiqadi. Kimlardir hamma yoqlardan olib keldi. Endi uchirishyapti, juvonalarni haydashyapti. Maza qilib yuboryapman ko'rib borib. Mana endi kaptanlar vakillar hammasi ketyapti. Buni Sherzod akamga, mana shunisi Rahim akaga, Toshkentga. Xudo xolasa yana zakazlar bor. Samarqanddan Erkin akamizga kataya bitsa 14 ta bor, aka ham chiqarib yuboramiz. Xorazmmikin, Buxoromikin, Qashqadaryomikin bitta akamiz bor. Aka ham qo'limizdan kelsa xudosi achsa, aka ham bir par chiqarib yuboramiz. Videolarni omlab rahmat deb bitta like bosib qo'yaveringlar.